Abdulla Oripov, Chingiz Aytmatov, mayli, Ahad Qayum, ularni o'z tushundingiz boshqasi. Uchalasi bitta asar yozgan. Uchalasi yozsa agar bular ham muallif deyiladi, soavtor deyiladi. 2000-yilda chop etilgan misol uchun. Bizlarda Abdulla Oripov vafot etdilar. 2000-yilda biz bu kitob chiqqan boshlangan deb aytyapmiz. Aytaylikki 2015-yilda Abdulla Oripov vafot etdilar misol uchun. Oradan qanchadir bir vaqt o'tgandan keyin, masalan kelinki 2025-yilda Chingiz Aytmatov vafot etdi deyapmiz. Lekin Ahad Qayum tirik. Shu qadarsiz. Endi aytyapmiz, Ahad Qayumdan umri uzoq bo'lsin, men unga o'lim tilayotgan javob yo'q. Prosta misol tariqasida aytyapmiz. Masalan aytaylikki 2000-nechinchi 70-yilda bu vafot etdi. Eng oxirgi avtor vafot etgandan keyin 75 yil bularning huquqlari himoya qilinadi. Bularning asarlari qayerda chop etilsa yoki ijro etilsa, qalam haqqi bularning bevosita merosxo'rlariga boraveradi. 75 yil tugagandan keyin, endi hisob qiling, 70 ga 75 deb qo'ysangiz qancha bo'ladi? 145 bo'ldi. Shunaqami? 2145 dan keyin u yog'i u qayerda chop etilsa ham, ijro etilsa ham qalam haqqi davlatning budjetiga boradi.